Bugun juda ko'p odamlarni qiynayotgan savolni ochiq va sodda qilib tushuntiraman. Nima uchun yosh ustamas hammaga ham kelmaydi? Kimdir qo'shnimga tushibdi, menga tushmadi deydi. Kimdir onam bir yoshga kirdi. Endi ustama chiqishi kerak edi, lekin pensiya o'zgarmadi deb xavotir qiladi. Yana kimdir bank kartasiga pul tushmaganini ko'rib, meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdimi deb o'ylaydi. Bu mavzu juda muhim. Chunki u har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, bu bobolarimiz, kelajakda o'zimiz ham shu masalaga duch kelamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni ham, asabingizni ham saqlab qoladi. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Odamlar orasida yosh ustamasi degan ibora juda keng ishlatiladi. Lekin hamma ham uni bir xil tushunmaydi. Ba'zilar buni pensiyaga qo'shiladigan qo'shimcha pul deb biladi. Ba'zilar ma'lum yoshga yetgan pensionerlarga beriladigan ustama deb o'ylaydi. Ba'zilar esa har yili tug'ilgan kundan keyin pensiyasi avtomatik o'sishi kerak deb hisoblaydi. Aslida esa tizim bunday ishlamaydi. Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, tashkilotlardan olinadigan spravkalar orqali yurardi. Fuqaro o'zi borardi, ariza yozardi, pasport nusxasini topshirardi, pensiya daftarchasi ko'rsatilardi. Kim hujjatni vaqtida topshirsa, o'sha odamning ishi tezroq yurardi. Kim bilmasa yoki bora olmasa, uning ustamasi kechikardi yoki umuman rasmiylashtirilmay qolardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Shaxsning yoshi, pensiya turi, nogironlik holati, ish staji, yashash joyi, bank kartasi, tirikligi bo'yicha ma'lumotlar turli tizimlardan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni ortiqcha hujjat kamroq bo'ladi. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, tug'ilgan sana boshqa ko'rsatilgan bo'lsa, odam ro'yxatda mos kelmay deb chiqib qolishi mumkin. Natijada odam o'zini haqli deb biladi. Lekin tizim unga ustama hisoblamaydi. Eng muhim farq shuki, ustama hammaga bir xil asosda berilmaydi. Men falon yoshga kirdim, demak menga ham qo'shimcha pul kelishi shart degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Ustama uchun ma'lum shartlar bo'ladi. Yosh chegarasi, pensiya turi, nafaqa yoki pensiya olayotganlik holati, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ish staji, doimiy yashash joyi va boshqa mezonlar hisobga olinadi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni tushuntiraman. Birinchi vaziyat: odam oddiy yoshga do'yib pensiya oladi va ma'lum yoshga yetganda ustama kutadi. Masalan, 7 ming yoshli ota pensiya oladi. U qo'shnisidan eshitadi: menga yosh ustamasi qo'shildi. Ota darhol o'ylaydi: menga nega qo'shilmadi? Bu yerda birinchi tekshiriladigan narsa qo'shnining pensiya turi nima, yoshi nechada, oldin qanday imtiyozi bo'lgan, nogironligi bormi, alohida maqomi bormi? Chunki tashqaridan qaraganda ikki odam bir xil pensioner, lekin hujjatda biri oddiy yoshga do'yir pensiya oluvchi, ikkinchisi nogironlik pensiyasi oluvchi yoki alohida toifadagi fuqaro bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat: odam pensiya emas, nafaqa oladi. Masalan, ish staji yetarli bo'lmagani uchun unga yoshga do'yir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Oila ichida hamma buni pensiya deb ataydi. Lekin hujjatda u boshqa to'lov hisoblanadi. Ustamalar esa ko'pincha aynan pensiya turiga yoki aniq to'lov turiga bog'langan bo'ladi. Shuning uchun bir inson men ham pensiyadaman desa ham, aslida hujjatda u nafaqa oluvchi bo'lishi mumkin. Bu farq ustama kelish-kelmasligiga bevosita ta'sir qiladi. Uchinchi vaziyat: yosh chegarasi noto'g'ri tushunilgan bo'ladi. Odamlar 65 yoshdan keyin, 7000 yoshdan keyin, 65 yoshdan keyin, taqim yoshdan keyin degan gaplarni eshitadi. Lekin har bir ustama turi uchun aniq belgilangan yosh bo'ladi. Masalan, bir turdagi qo'shimcha to'lov taqim yoshdan keyin hisoblanishi mumkin. Boshqa bir imtiyoz esa faqat büyük yosh va undan yuqori shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Odam 79 yosh 21 oylik bo'lsa ham tizim uni hali taqim yoshga to'lgan deb hisoblamaydi. Tug'ilgan kundan keyingi oy hisob-kitob sanasi, to'lov davri ham muhim bo'ladi. Shuning uchun men negaminga kirdim, ertasi kuni karta to'lish kerak edi degan fikr amalda doim to'g'ri chiqmaydi. Keling, raqamli misol qilaman. Onaxon 1904 yil 10 mayda tug'ilgan. U 2024 yil 10 mayda taqimli yoshga to'ladi. Agar ustama taqimli yoshdan boshlab tayinlanadigan bo'lsa, ko'pincha hisob-kitob tug'ilgan kundan keyingi davr uchun ko'rib chiqiladi. Lekin pulning bank kartasiga tushishi pensiya to'lov grafikiga bog'liq bo'ladi. Kimdir oyning 5 kunda pensiya oladi,
Kimdir 20 kunida? Agar ma'lumot bazaga kech kirsa, iyun oyida qo'shilib kelishi, ayrim hollarda qayta hisob kitob bilan oldingi davr uchun ham to'lanishi mumkin. Demak, bir oy kechikish har doim ham rad etildi degani emas, lekin 2 oy o'tsa albatta tekshirtirish kerak. 4-vaziyat. Hujjatlarda tug'ilgan sana muammosi. Bu juda ko'p uchraydi. Eski pasportda bir sana, tug'ilganlik haqidagi guvohnomada boshqa sana, pensiya hujjatlarida 3-shaklda yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda 1923 yil 1 yanvar. Lekin eski mehnat daftarchasida 1923 yil 10 yanvar deb yozilgan. Yoki familiyada bitta harf farq qiladi. Karimova o'rniga Karimova, o'g'li o'rniga o'g'li. Odam uchun bu mayda xato ko'rinadi. Lekin elektron tizim uchun bu boshqa shaxsdek chiqishi mumkin. Shuning uchun ustama chiqmay qoladi. 5-vaziyat, odam boshqa hududga ko'chgan, lekin pensiya ishi to'liq ko'chmagan. Masalan, bu Samarqandda pensiya olgan. Keyin Toshkentdagi farzandinikiga kelib yashay boshlagan. Bank kartasi ishlayapti, pensiya tushyapti. Shuning uchun hamma narsa joyida deb o'ylashadi. Lekin doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, pensiya ishi qaysi tuman bo'limida turgani. Xizmat ko'rsatuvchi bank va pochta ma'lumotlari mos kelmasligi mumkin. Ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki tekshiruvlar paytida shu nomuvofiqlik sababli ustama avtomatik o'tmay qoladi. 6-vaziyat, odam hali pensiya yoshiga yetmagan, lekin boshqa asosda to'lov oladi. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro keyinchalik yoshga doir pensiya yoshiga yetadi. Bu vaqtda endi yosh ustamasi qo'shilishi kerak deb o'ylashi mumkin. Aslida esa uning pensiya turi qayta ko'rib chiqilishi, qaysi biri foydaliroq ekani hisoblanishi, ayrim ustamalar bir-biriga qo'shilmasligi yoki bir ikkinchisini almashtirishi mumkin. Shu sababli bunday holatda mutaxassis hisob kitobi shart. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning yoshingiz hali belgilangan chegaraga yetmagan bo'lsa, siz eshitgan ustama aynan sizning pensiya turingizga tegishli bo'lmasa yoki to'lov sanasi hali kelmagan bo'lsa, darhol xavotirga tushmang. Masalan, qo'shningiz 60 yoshdan oshgan, siz esa 74 yoshdasiz. Unga qo'shilgan ustama sizga avtomatik tegishli bo'lmasligi mumkin. Yoki qo'shningiz urush qatnashchisi oilasi, mehnat fronti ishtirokchisi, nogironligi bor shaxs, maxsus maqomga ega bo'lishi mumkin. Tashqi tomondan ikkalamiz ham pensionermiz degan gap huquqiy jihatdan yetarli emas. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, ustama avtomatik bo'lishi mumkin, lekin avtomatik tizimli xatosiz emas. Ko'p odam davlatning bazasida hammasi bor-ku, nega men borishim kerak deydi. Ha, bazada ko'p narsa bor, lekin bazadagi ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Agar pasport almashtirilgan, ID karta olingan, familiya o'zgargan, nikohdan keyin ism sharif almashgan, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, eski pensiya hujjatlari bilan yangi ma'lumotlar moslashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avtomatik degani hech qachon tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Ikkinchi nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lovlar ustama deb ataladi, lekin manbasi boshqa bo'ladi. Ba'zi to'lovlar pensiya jamg'armasi orqali, ba'zilari ijtimoiy himoya tizimi orqali, ba'zilari mahalla orqali. Ba'zilari alohida prezident farmoni yoki hukumat qarori asosida beriladi. Odam esa barchasini ustama deb ataydi. Natijada chalkashlik paydo bo'ladi. Masalan, bir martalik bayram puli bilan doimiy yosh ustamasi bir narsa emas. Bir oyda kelgan qo'shimcha pul keyingi oy ham keladi degani emas. Aksincha, doimiy ustama har oy pensiya tarkibida aks etishi kerak. Uchinchi nozik jihat, ustama miqdori ham hammada bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir menga 100 ming qo'shildi, unga 200 ming qo'shildi deb taqqoslaydi. Lekin pensiyaning asosiy miqdori, hisoblash tartibi, avvalgi qo'shimchalar, imtiyozlar, minimal to'lovlar, kompensatsiyalar hisobga olinadi. Ba'zan bir ustama qo'shilganda umumiy summa sezilarli oshadi. Ba'zan esa avval berilgan boshqa to'lov bilan qoplanib ketgandek ko'rinadi. Shuning uchun faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Pensiya hisob varag'i yoki to'lov vedoma ostida qaysi qatorlar borligini ko'rish kerak. 4-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrim holatlarda odam pensiya oladi, lekin rasmiy ishlashda davom etadi. Uning ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari, qayta hisob kitob qilish muddati pensiya turiga ta'sir bo'lishi mumkin. Yosh ustamasi aynan ishlayotgani uchun to'xtab qoladi deb umumiy aytib bo'lmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki qayta hisob kitoblarda ish holati albatta tekshiriladi. Shuning uchun men ishlayapman, demak menga hech narsa berilmaydi yoki ishlasam ham hammasi qo'shilishi shart degan ikki chekka fikr ham noto'g'ri.
Beshinchi nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ko'p keksalar farzandiga ishonchnoma berib qo'yadi. Bu qonuniy holat bo'lishi mumkin. Lekin ayrim hollarda tiriklikni tasdiqlash, yashash joyini aniqlash, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash talab qilinadi. Agar pensioner o'zi uzoq vaqt ko'rinmasa, xorijga ketgan bo'lsa, shifoxonada yoki parvarish muassasasida bo'lsa, tizim qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Bunday paytda ustama emas, hatto asosiy to'lov bo'yicha ham savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni vaqtida yangilab turish zarur. 6-nozik jihat. Qarindoshlarning og'zaki ma'lumotga ishonib qolishi. Men ko'p ko'rganman. Farzandlar onasining pensiyasini kartadan yechib beradi. Lekin hech qachon pensiya bo'limidan rasmiy ma'lumotnoma olmaydi. Keyin necha yildan beri ustama kelmagan ekan deb qo'yishadi. Har oy kartaga 1.200.000 tushsa, ular shuni to'liq pensiya deb o'ylashadi. Aslida esa tarkibida asosiy pensiya, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, indeksatsiya bo'lishi mumkin. Qaysi biri bor, qaysi biri yo'q, faqat rasmiy hisob-kitobdan bilinadi. 7-nozik jihat. Qo'shnim oldi degan dalil huquqiy dalil emas. Bu gapni alohida ta'kidlayman. Qo'shningizning hujjatini ko'rmagansiz, uning pensiya turi, mehnat staji, imtiyozi, yoshi, nogironlik holatini bilmaysiz. Shuning uchun o'zingizni qo'shni bilan emas, qonundagi shartlar bilan solishtiring. Eng to'g'ri yo'l, mening pensiya turim qanday? Mening yoshim bo'yicha qanday qo'shimcha to'lovlar bor? Menga hisoblanganmi yoki yo'qmi? degan savollarni rasmiy tarzda berish. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangiz qanday to'lov olayotganini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki boshqa turdagi to'lovmi? Buni taxmin bilan emas, rasmiy hujjat bilan bilish kerak. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot. Bank kartasi rekvizitlari, agar bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar gap keksa ota-ona haqida bo'lsa, farzand sifatida sizda ishonchnoma bo'lsa yaxshi. Ishonchnomasiz ayrim shaxsiy ma'lumotlarni sizga bermasliklari mumkin. 3-qadam. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Murojaatda og'zaki ustamam kelmadi deb aytish bilan cheklanib qolmang. Aniq yozing. Mening yoshim va pensiya turim bo'yicha yoshga oid qo'shimcha to'lov yoki ustama nazarda tutilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar nazarda tutilgan bo'lsa, qaysi sanadan hisoblanishi va nima sababdan to'lov amalga oshirilmaganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. 4-qadam, yozma javob oling. Juda muhim, og'zaki javob esdan chiqadi, isbot bo'lmaydi. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Masalan, yoshi yetmagan, pensiya turi mos emas. Ma'lumotlar bazasida nomuvofiqlik bor. Hujjat talab qilinadi. Qayta hisob-kitob amalga oshiriladi kabi javob bo'lishi mumkin. Ana shu javobga qarab keyingi qadamni belgilaysiz. 5-qadam, agar xato hujjatda bo'lsa, uni tuzating. Tug'ilgan sana, ism, familiya, pasport seriyasi, JSSH shir, yashash manzili, bank hisob raqami noto'g'ri bo'lsa. Avval shu xatoni bartaraf etish kerak. Ba'zan odam ustamani talab qiladi, lekin muammo aslida bank kartasi muddati tugaganda yoki pensiya ishidagi eski pasport ma'lumotida bo'ladi. 6-qadam. Agar sizga ustama haqiqatdan ham tegishli bo'lsa, lekin to'lanmagan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishni so'rang. Arizada tegishli davr uchun qayta hisob-kitob qilib, to'lanmagan summalarni belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman deb yozing. Arizangizning kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 7-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki ishonch telefonlariga murojaat qiling. Kerak bo'lsa adliya organlari, xalq qabulxonasi yoki sud orqali ham masalani ko'tarish mumkin. Lekin men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, avval hujjatlarni tartibga keltiring, keyin rasmiy javob oling, shundan keyin e'tiroz bildiring. Hujjatsiz bahslashish ko'p vaqt oladi va natija bermaydi. Demak, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining sababi ko'pincha 3 narsaga bo'lib taqaladi. Birinchisi, odamning pensiya yoki nafaqa turi mos kelmasligi. Ikkinchisi, yosh chegarasi yoki shartlar noto'g'ri tushunilgani. Uchinchisi, hujjatlar yoki elektron bazadagi nomuvofiqliklar. Eng xavfli xato qo'shnining puli bilan o'zingiznikini solishtirish. Eng to'g'ri yo'l o'z hujjatingiz bo'yicha rasmiy tekshiruv qilish. Agar sizda yoki ota-onangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing.
Yoshingiz nechada? Qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olasiz? Ustama kelganmi yoki yo'qmi? Balki sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p oilaning haqini saqlab qolishi mumkin.